Assalomu alaykum qadrdon guruhdoshlar. Bugun iftorlikdan ikkinchi vizitimiz, birinchi vizitimiz quyonlar bo'ldi, dekorativni. Mana video obzor qilmadim. Hop, mana sog'lig'imizni mazasi yo'q ekan. Ko'pchilikda bo'lyapti buni holatli. Tirnoqli ishib, bo'g'imli. Bosolmay qolishyapti. Mana shu joyini ko'rish kerak. Mana shu joyda issiqsa yiring chiqadigan sassiq joyi bormi? Yiringlab chiqyapti buni. Yiring ham chiqyapti buni. Mana shu narsadan ko'pchilik oyog'ini bosolmay qo'yapti qo'ylar. Bunda ham og'riq bor hozir. Mana shu narsa shamollashdan bo'ladi. O'rni mana chuqur bo'lib qolgan. Mana bitta yo'li hozir siqib chiqazib tashlab, antibiotik qilib, keyin sprey sepib qo'yamiz. Shu teshigidan yana yiring bo'lib ketmasligi uchun. O'qib qolmaganmi? Yo'q, bo'kmagan, oyog'ida yiring. Ko'rasizmi? Ishdan yiring chiqadi-da. Zax hisobiga. Mana shu taxtani hisobigami bu? Yo'q, zax. Hamma qo'yda bo'ladi bu. Qo'chqonlaringizda ham bo'ladi. Ora-orada bitta, bir oyda bitta ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Bir anaqada ko'ruvdim men. YouTube'da bitta ot tuyog'ida shunaqa chiqarishganini men ko'ruvdim-da. Ga bu bo'ladigan narsa mana. Mana shu narsa normal og'riq beradi mana shu narsa. Yiringga o'xshagan, klayga o'xshagan yiringda. Men bo'g'imlar bor mana. Ham yungi vaqtli olib qo'yganlar, ham mana shu bo'g'imlarda shamollash bor-da. Shuni hisobiga oyog'ini bosolmayapti bu. Yungi vaqtli olib qo'yganlar birinchidan, ikkinchidan ham ish qilyaptilar. Burni ham oqib qopti bularni ham. Ko'pchilik shoshib qo'yishyapti-da yung olish bo'yicha. Apreldan keyin olish kerak o'zi aslida yungi. Ko'pchilik shoshishyapti. Mana yiring. 4 talasi ham chiqib ketdimi hozir? Yo'q, hozir 3 tasini tozaladim. Orqadagi bittasi qoldi. Ishlayapmiz. O'rnida babi bor-da ozgina bo'lsa ham. Ko'rib chiqsin. Ushlab turaymi telefoningizda? Ko'rasizmi, hali ham bor-da tegida. Antibiotik qilinadi. Yozib berib ketsangiz, anaqadan qilinadi, men bo'yin tomonda teridan qilinadi. Yonboshdan qilinadi. Yonboshda? Sizga ko'rsatib qo'yamiz sizga, shu yerdan qiladi. Mana shu teshuvlarni bekitish kerak-da, nima bilan javob? Spreysi bor, hozir qo'l qilib. Perix bilan, agar bo'lsa Perix bilan chayib olish kerak. Voqli olib qo'yganlar-da yungi. Bo'lsa olib chiqing Perix. Mana. Menda mashinada bo'lish kerak adashmasam agar. Ko'rishinglar. Qo'zchog'imiz ham xursand, mana endi bemalol yemayapti. Orasida og'riq bor. Ham burnida shamollash hisobiga. Shu anaqa qilsa, xudo xolisi. Antibiotik qilinsa, mana hammasida bo'g'imda mana shib turish bor mana.
Bo'ladi ham bor mana. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Boshqa qo'yiladi. Boshqa qo'yiladi ham bor mana. Shamollash. Shamollash yungini vaqtli olib qo'yganlar. Mana bu tegidan shamol kiradi baribir. Mana buni yopib qo'ysam, men pastgacha tushadi. Mana Yopib qo'ysam bo'ladimi? kechasiga yopish kerak, kunduziga 9:10 dan keyin ochish kerak.